Assalomu alaykum hammaga. Hop. Yechimlarimizning ikkinchi qismini davom ettiramiz. Hop, navbatdagi masalamiz to'pponchadan otilgan 18 gramm massali o'q 600 metr taqsim sekund tezlik bilan uchib chiqadi. 4 gramm massali porox zaryadining yonishida ajralgan energiyasi necha foizi o'qning kinetik energiyasini tashkil qiladi? Poroxning solishtirma yonish issiqligi berilmoqda. Xo'p, bitta to'pponcha berilgan bizda. Ana shu to'pponchani tarkibidagi porox 4 gramm poroxni yoqib, har bir kilogrammi 3 megajoul issiqlik ajratib chiqaradigan poroxdan 4 grammini yoqib, 18 grammli o'qga 600 metr taqsim sekund tezlik berdi. Demak, ana shu yongan porox energiyasini qancha qismi kinetik energiya berishga sarf bo'lgan? Shuni topishimiz kerak ekan. Xo'p, kinetik energiyasini o'zini hisoblab olaylikchi, ya'ni qancha kinetik energiya oldi. Kinetik energiyani mv² taqsim 2 dan oson hisoblashimiz mumkin. Qiymatlarni qo'ysak 3240 joul chiqar ekan. Endi 4 gramm porox yongan vaqtda o'zi umumiy qancha issiqlik ajralib chiqadi? Umumiysi Qm dan, ya'ni solishtirma yonish issiqlik sig'imini massaga ko'paytiradigan bo'lsak, 12000 joul energiya ajralib chiqar ekan. Demak, 12000 ajralib chiqdi va undan 3240 jouli o'qning kinetik energiyasiga sarf bo'ldi. Demak, u qancha foiz? Foizni hisoblamoqchi bo'lsak, Y kinetik taqsim Q ko'paytirilgan 100%, 27% chiqar ekan. Xuddi mana shunday tartibda bajarib qo'ydik. Xo'p, keyingi masalaga o'tamiz. Yechimda muallif Amirov Sarvar. Hop, foydalanish koeffitsiyenti 25% bo'lgan reaktiv samolyotning dvigateli 1500 km taqsim soat tezlik bilan uchishda 75 kN tortish kuchiga erishadi. Poyezdning 1 soatdagi kerosin sarfini aniqlang. Kerosinning yonish issiqligi 43 megajoul taqsim kilogramm. Xo'p, buni yechishimiz uchun demak, yoqilg'i ajratayotgan quvvatni qancha foiz, ya'ni 25% foydali quvvatga sarf bo'ldi. Yoqilg'i ajratayotgan quvvatni, demak, Qm issiqligini vaqtga nisbatini oladigan bo'lsak, yoqilg'i ajratayotgan quvvat kelib chiqadi. Demak, umumiy quvvat bu albatta. Demak, shuni 25% foydali quvvat F ko'paytirilgan V ko'rinishida hosil bo'lyapti. Xuddi shu nisbatni oldik, T tepaga ko'paytma bo'lib chiqdi. Demak, FVT taqsim Qm bo'lib qoldi. Shu yerdan massani topib oldik. Shunchaki FVT taqsim Q ko'paytirilgan Tda. Son qiymatlarni qo'yganimizda 10,5 tonna chiqdi. Bu unchalik murakkab masala bo'lmadi. Keyingisiga o'tamiz. Xo'sh, 800 metr taqsim sekund tezlik bilan uchayotgan temir o'q devorni teshib o'tadi. Demak, bitta o'q kelyapti, harakatlanib, buni tezligi v barobar 800 metr taqsim sekund. Bu yo'lida chiqqan bitta devorni teshib o'tib ketyapti. Agar o'qning tezligi 400 metr taqsim sekundgacha kamaygan bo'lsa, demak, o'q devorni teshib o'tgandan keyingi tezligi 400 bo'lib qolar ekan. Uning necha gradusga qiziganini aniqlang. Ana shu teshib o'tish jarayonida qancha gradusga qiziganini so'rayapti. Xo'p, ajralgan issiqlikning 60% qismi o'qni qizdirishga ketgan deb hisoblang. Temirni solishtirma issiqlik sig'imi 460 joul taqsim kilogramm ko'paytirilgan Kelvin. Mana shunday devor deydigan bo'lsak, devorga o'q kelyapti. 800 tezlik bilan devordan o'tgandan keyin tezligi kamayib 400 bo'lib qoldi. Demak, devorni teshib o'tish jarayonida bu kinetik energiyasini yo'qotyapti bir qismini. Ana shu yo'qolgan energiyani 60% o'qni qizdirishga sarf bo'ladigan bo'lsa, qolgan 40% devorga issiqlik sifatida ajralib ketgan. Demak, bizga 60% qoldi. Xo'p, energiya o'zgarishini hisoblab olamiz. Ya'ni kinetik energiyasi qanchaga o'zgardi? mv² taqsim 2 dan keyingi kinetik energiyani ayirib tashlashimiz kerak. O'zgarish kelib chiqadi. Demak, ana shu o'zgarishning 60% o'qni qizdirishga Cm delta T ga sarf bo'ldi. Xuddi shu tenglikni yozib oldik shunchaki. Shu yerdan deltada harorat qanchaga o'zgarganini topishimiz kerak. Demak, Tda ko'paytirilgan delta Y taqsim Cm.
Shu qiymatlarni hisoblashimiz kerak bo'ladi. Delta y'ni mana bu yerdan m taqsim 2 ni chiqargan holatda v1 kvadrat minus v2 kvadrat ko'rinishida yozdik. Shu yerdan m massalar qisqarib ketdi va teta taqsim 2si v1 kvadrat minus v2 kvadrat. Son qiymatlarni qo'yib hisobladik. Shunda 313 gradus Selsiyga o'zgarar ekan yoki 313 gradus 313 kelvin desak ham bo'ladi. Bu yerda shunchaki o'zgarishini olayotgan vaqtda gradus Selsiymi, kelvinmi farqi yo'q. Bir xil qiymat chiqadi. Xo'sh, keyingi masala biroz vaqtni oladigan masalalardan ekan. Shartini ham batafsil tushuntirib o'taman. Mayatnik kichik o'lchamli toshdan va yengil jez zanjiridan iborat bo'lgan soatdan aniq yuradi. Soat xullas mana bu yerda qandaydir raqam bordir. Aniq yuradi. Temperatura 20 gradus Selsiy gacha ortganda soat demak o'zgarishi 20 gradus Selsiy. Soat sutkasiga demak mana bu yerda soat 0 gradus Selsiyda. Demak 0 gradus Selsiyda yurib turgan edi va haroratini 20 gradus Selsiyga o'zgartirdik. Soat sutkasiga 16 sekund orqada qolsa, jiskning chiziqli kengayish koeffitsiyentini toping. Xo'p, bu yerda matematik mayatlik yoki mayatnikli soat haqida gap ketyapti. Mana shunday soat. Mana bu yerda yon devorlari borligi hisobiga bu yon devorlarga uriladi o'z tebranish mobaynida. Urilgan vaqtda ovoz chiqaradi va xuddiki bu soatni chiqillash vazifasini bajaradi. Xo'p, shuni hisobiga masalan bu bir marta tebrangan vaqtda 2 marta urilishni hosil qilib 1 sekundda 2 marta tebranadi. Shunday qilib proporsiya qilsak ham bo'ladi yoki shunchaki sonini bilmagan n bilan belgilab ketib yechdim men. Xo'p, tebranish davri. Ya'ni bu harorat o'zgargan vaqtda buni uzunligi o'zgaradi. Uzunligi o'zgarishi hisobiga uning tebranish davrida o'zgarish bo'lib ketadi. Xo'p, u 0 gradus Selsiy bo'lgan vaqtda aniq ishlab turardi. 20 gradus Selsiyga harorat ko'tarilganda bu biroz uzunligi o'zgarib 1 sutkada 16 sekundga ortda qoladigan bo'ldi. Birinchi holat uchun va ikkinchi holat uchun tebranish davrlarini yozdim. T1 barobar 2p ildizosti L taqsim j. T2 esa 2p ildizostida. Endi uzunlik o'zgarib ketganligi uchun L ildizosti qavs 1 plus alfa t. Ya'ni bizda nisbiy uzayish bog'liqligi bor edi. L barobar L0 qavsida 1 plus alfa t deb yozib olardik. Bu yerda t delta t, ya'ni harorat o'zgarishi. Xuddi shunday ifoda yozib olardik. Birdaniga ifodani o'zini yozib ketdim. Agarda bu tenglamalar sistemasini o'zaro bo'lib yuboradigan bo'lsak va kvadratga ko'tarsak, t1 kvadrat taqsim t2 ning kvadrati teng L'lar qisqarib ketadi. Shuni hisobiga tepada 1, pastda esa 1 plus alfa t qoldi. Demak, xuddi shunday bog'lanishni hosil qildik. Ikkinchi tomondan tebranish davrlarini yozishimiz mumkin. Biz tebranish davri tenglamasini ifodasini bilan t barobar t taqsim n. Ya'ni vaqt birligi ichida tebranishlar soni. Xo'p, bir marta tebranish uchun ketgan vaqt. Xo'p, t umumiy sarflangan vaqt, bu esa tebranishlar soni. Xo'p, 1 sutka davomida n marta tebranadi deb qaraydigan bo'lsak, aniq ishlab turgan vaqtida 1 sutka, ya'ni 24 soat, har bir soat 3600 sekunddan, demak 24 ko'paytirilgan 3600 taqsim n marta tebranar edi. Endigi holatda yana xuddi shuncha marta tebranishi uchun 16 sekund ko'proq vaqt sarflab qo'yadi. Ya'ni 1 sutka va yana qo'shimcha 16 soat vaqt sarflab qo'yadi. Xuddi shuncha marta tebranishlar sonini hosil qilishi uchun. Yana xuddi shu tenglamani yozdik va bularni ham bo'lib yubordik. Bo'lib yuborib, mana bu qiymatni o'rniga qo'yib yuborsak, 24 ko'paytirilgan 3600 taqsim 24 ko'paytirilgan 3600 plus 16 ning kvadrati bo'lib qoladi. Demak, xuddi shu ifodani mana buni o'zaro bo'lib kvadratga ko'taramiz va buni bu tarafga ko'paytma sifatida o'tkazib, buni 1 ga ko'paytirib, 1 ni ayiramiz va 20 ga bo'lib, xuddi shu yerdan bitta alfa noma'lum, shu alfani topadigan bo'lsak,
18,5 10 darajasi minus 6 Kelvinning minus birinchisi degan javob chiqar ekan. Aynan mana shu 20 bilan bir xil chiqdi. Aynan hisoblab ko'rdim. Adashmasam 5 dan keyin ikkisi ham bor edi. Xo'p. Mana shu birinchi javobimizga aniq mos keladigan javob chiqdi. Xo'p, e'tiboringiz uchun rahmat. Shu yerda yechimlarni tugatamiz. Qolgan yechimni yana keyingi videoda tayyorlaymiz. Yechimlar muallifi Amirov Sarvar.